Dunyoqarashingiz, ta'lim, chet ellar, xorijiy ishlar va huquqiy masalalar bo'yicha yakunlanishlar bo'lishi mumkin. Ishonch bildirgan qadriyatlaringizni so'roq qiladigan va ularni zaiflashtiradigan voqealar yuz berishi mumkin. Olingan ma'lumotlar va suhbatlar sizga kuchli ta'sir o'tkazishi mumkin. Ish hayoti va moliyaviy sohalarda yangi imkoniyatlar ochilishi mumkin. Uzoq safarlar rejalashtirishingiz mumkin. Hayotingizning asoslarini mustahkamlash uchun ilohiy rejalar sizga yordam bera boshlashi mumkin. Taqdiringiz sizni xursand qiladigan joylarga eltishi mumkindek ko'rinmoqda. Karyerangizdagi o'rningiz va ijtimoiy imijingiz kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Kutilmagan tarzda lavozim ko'tarilishi yoki ishga qabul qilinishingiz moliyaviy jihatdan hayotingizni yanada xavfsizroq qilish imkoniyatini yaratishi mumkin. Katta bir tender yoki taklifga duch kelishingiz ehtimolga yaqin. Jamg'armalaringiz sizni mulk egaligiga yo'naltirishi mumkin. Pulingizni yanada iqtisodiy va foydali tarzda ishlatib, ishlaringizni hal qilishingiz mumkin. O'z biznesingizni boshlashni xohlashingiz mumkin. Oila ichidagi kutilmagan kelishuvlarga duch kelishingiz ham mumkin. Mulk egalari bilan bog'liq muammolar ham yuzaga kelishi mumkindek ko'rinmoqda. Do'stlik va ijtimoiy muhit bilan bog'liq kutilmagan harakatchanlik yuz berishi mumkin. Juda o'zgacha bir jamiyatga qo'shilishingiz mumkin. Kimlar bilan bir xil dunyoqarashni bo'lishayotganingiz yoki kelajakda kimlar bilan yo'l yurishni istayotganingizni qayta ko'rib chiqishingiz mumkin. Menga mos emas deb hisoblagan odamlardan to'satdan ayrilishingiz yoki jamoa ichidagi rolingiz kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Ba'zi do'stliklar muhabbatga aylanish ehtimoli bor. Ko'ngilochar tadbirlar, ta'til, loyihalar yoki investitsiyaga qaratilgan ishlar katta va kutilmagan daromadlar olib kelishi mumkin. Bu davrda sezgilaringiz va ichki tuyg'ularingiz kuchayishi mumkindek ko'rinmoqda. Ruhiy salomatligingizni bezovta qilayotgan, ichingizda sezib turgan noaniq holatlardan xalos bo'la boshlashingiz mumkin. Orqangizdan bo'layotgan sirli ishlar yuzaga chiqish ehtimoli bor. Kutilmagan bir dushmaningiz o'zini fosh qilishi mumkin, biroq undan butunlay xalos bo'lish imkoniyatingiz ham bor. Chet elga sarmoya kiritish, marketing ishlari yoki xalqaro maydonga chiqish borasida siz qo'llab-quvvatlanyapsiz. Tibbiy ko'rik ishlariga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Agar immunitetingizni oshirmasangiz, tanangizni qarshilik kuchi sezilarli darajada pasayishi mumkin. Holsizlanish yoki infeksiyalarga chalinish holatlari yuz berishi mumkin deb ko'rilmoqda. Hayotingizda burilish nuqtasi bo'lishi mumkin bo'lgan davr boshlanmoqda. Munosabatlaringizdagi masalalar sizni asabiy holatga olib kelishi mumkin. Sud ishlari, nikoh va rasmiy kelishuvlar nihoyasiga yetishi mumkin. Munosabatlaringiz qaysi yo'nalishda ketayotganini chuqurroq anglab yetishingiz ham mumkin. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, farzand ko'rish yoki turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda yangi sarmoya kiritish haqida qaror qabul qilishingiz mumkin. Salomatligingiz bo'yicha ba'zi muammolarga ochiq bo'lishingiz mumkin. Jinsiy a'zolar, siydik yo'li va reproduktiv organlar bilan bog'liq muammolar, shuningdek jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar paydo bo'lish ehtimoli bor. Parhez qilish va sport bilan shug'ullanish uchun esa yaxshi davr bo'lishi mumkindek ko'rinmoqda. Pulga bo'lgan munosabatingiz muhim ahamiyat kasb etadigan ushbu davrda daromad manbalarini va sarf-xarajat odatlaringizni qayta ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu jarayonda sirlar fosh bo'lishi va sezgilaringiz ancha kuchayish ehtimoli bor. Agar yetarlicha daromad topmayotgan bo'lsangiz, yangi ish izlashga ehtiyoj sezishingiz mumkin. Qarzlarni yopish yoki savdo-sotiqni amalga oshirish uchun yaxshi fursat. Kutilmagan tarzda qo'lingizga mablag' kelib tushishi mumkin, lekin ayni paytda to'satdan yo'qotishlar ham yuz berishi ehtimoldan xoli emas. Bor bo'lgan narsalaringizni haddan tashqari himoya qilish samara bermasligi mumkin, chunki qadriyatlaringizda kutilmagan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Estetik muolajalar qilish yoki jarrohlik amaliyotidan o'tishingiz ham mumkindek ko'rinmoqda. Marketing va kommunikatsiya strategiyalaringizni o'zgartirishni xohlaydigan bir davrga kiryapsiz.
Qo'shnilar bilan kutilmagan voqealar yuz berishi mumkin. Sizni hayratga soluvchi xabarlar kelish ehtimoli bor. Ta'lim va safar bilan bog'liq arizalaringizni yoki hujjat ishlaringizni yakunlashingiz mumkin. Rasmiy ishlaringiz hal bo'lishi mumkin. Aka-uka yoki opa-singillaringiz bilan ziddiyatlar va hisob-kitoblar bo'lishi mumkin. Atrofingizdagi odamlardan murakkab masalalarni hal qilish bo'yicha maslahat olishingiz mumkin. Avtomobil ijarasi, sotish yoki olish yoki texnik xizmat kabi ishlar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Yo'l harakati qoidalarida esa yanada ehtiyotkor bo'lish tavsiya etiladi. Oila hayotingizda va uy sharoitingiz bilan bog'liq yakunlanishlar bo'lishi mumkin. Ichki dunyoyingizda biroz notinchlik bo'lishi mumkin bo'lgan bu davrda to'satdan hissiyotlaringizni jo'shish ehtimoli bor. Yaqin munosabatlarda rashk tufayli muvozanatni saqlashga alohida e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Eski inqirozlar yana yuzaga chiqishi mumkin, ammo bu safar siz boshqacha yasham usullarini sinab ko'rishingiz mumkin. Qo'rquvlaringizni yengib, o'zingizni ong-ostingizni o'zgartira olasiz. Meros bo'linishi, ko'chish yoki ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanishingiz mumkin. Yangi ofis dizayni yaratish uchun ham bu davrdan unumli foydalanishingiz mumkin. Muhabbat hayotingizda shiddatli voqealar yuz berishi mumkin. Agar nazoratchi yoki rashkchi juftingiz bo'lsa, orangizda tortishuvlar bo'lish ehtimoli bor. Bir do'stingiz sizga nisbatan qiziqish bildirayotganini bilib qolishingiz mumkin. Kutilmagan homiladorlik holatlariga nisbatan ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ichingizdagi bolakayni quvontirish uchun erkin vaqt o'tkazishga ehtiyoj sezishingiz mumkin. Kechiktirib kelgan tashabbuslaringizni ro'yobga chiqarish uchun harakat qilishingiz ham mumkin. Ijodiy faoliyatlardan daromad olishingiz mumkin. Biroq xavfli investitsiyalar uchun hozirgi payt yaxshi bo'lmasligi mumkin. To'satdan yo'qotishlarni boshingizdan o'tkazishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Ish hayotingizda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Kasbiy jihatdan o'zingizni namoyon etish, mahoratingizni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishingiz ehtimoli bor. Kutilmagan bir topshiriq yoki ish joyi o'zgarishi yuz berishi mumkin. Salomatlik bilan bog'liq muammolarning yuzaga chiqishiga ham ochiqsiz. Agar surunkali kasalliklaringiz bo'lsa, ular qaytalanishi mumkin. Kundalik odatlaringizni qayta ko'rib chiqib, vaqtingizni behuda sarflayotgan ishlarni kamaytirishga harakat qilishingiz mumkin. Salbiy odatlaringizdan ozod bo'lishingiz, shuningdek, parhez tutish yoki sport bilan shug'ullanish uchun ayni qulay davr bo'lib, tezroq natija olishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Munosabatingizda kutilmagan reaksiyalar va to'satdan qabul qilingan qarorlar ushbu jarayonning tabiiy bir qismi bo'lishi mumkin. Hammasi kutilmagan hodisalarga boy bo'lishi yaqinlaringizni hayratda qoldirishingiz ehtimoldan xoli emas. Salbiy tomondan esa ochiq dushmanliklar, keskin qarama-qarshiliklar, to'satdan ayriliqlar yoki sud ishlari kabi holatlarga yo'l ochilishi mumkin. Ijobiy tomondan esa muammoli munosabatlardan qutulishingiz mumkin. Buzilgan muvozanatlar sekin-asta tiklana boshlaydi. Munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilishi mumkin. Hamkoringiz o'z qo'rquvlarini yengib, sizga yangi takliflar bilan murojaat qilish ehtimoli bor. Moliyaviy tomondan kuchli bo'lgan hamkorliklarni ham yo'lga qo'yishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Moliyaviy masalalarda sizni kutilmagan yangiliklar kutmoqda. Bu davrda qarzlaringizni yopishingiz yoki meros bilan bog'liq muammolarni hal qilishingiz mumkin. Olish va berish ishlari yakunlanish ehtimoldan xoli emas. Kredit olib mashina xarid qilishingiz yoki sayohat rejalashtirishingiz mumkin. Inqirozli vaziyatlarda sug'urta orqali zararlaringizni qoplash imkoniyatingiz ham mavjud. Kutilmagan paytlarda mukofot, qo'shimcha daromad yoki sovg'alar olishingiz mumkin. Xavfsizligingizga tahdid solgan qiyin ishlar endi aqlli yechimlar orqali barqarorlashadi. Siz sirli, tez rivojlanadigan va jo'shqin munosabatlarga ochiq bo'lishingiz mumkin deb ko'rilmoqda. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.